Assalamu alaykum hürmetli savoqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz i'rob darsimizni boshlaymiz. Bu darsda bizni o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz I'robul Arba'in an-Nawawiyya. Imom Navaviyninki 40 hadisini asos qilib tuzilgan. Endi bizning bu darsda o'qimoqchi bo'lgan mazmunimiz birinchi qilib bu 40 hadisning mazmunini tushunish. Chunki bu 40 hadis har bir musulmon bilishga tegishli va tushunishga tegishli muhim hadislar. Ve Peygamber Aleyhisselam'ınki bu to'g'risida bir zaif hadisi bor. Qanday bir odam mening ummatimga 40 hadisni yodaldirsa, qiyomat kuni ulumolar va fuqaholar to'pida qopidi degan hadisi bor. Bu hadis garchi zaif bo'lsa-mu, ilgari ulumolarimiz bu amalninki fazilat to'g'risida kelgan bo'lg'achqa buningga amal qilib 40 dona hadisni to'plagan. Bu 40 dona hadislar ichidan Imom Navaviyninki 40 hadisi eng ko'p qabul qilishga erishgan kitob. Shunga biz buni asos qilib tanladik. Şuna i'robini ikkinchi qilib asos qilamiz, birinchi qilib bu hadisning mazmunini asos qilamiz. Sizlar qo'yilgan talabim shu. Birinchi qilib hadisning mazmunini tushunasizlar, ikkinchi qilib sizlarga berilgan topshiriqni ishlaysizlar. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-hadithul awwal. Birinchi hadis عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ravahul İmamul Buxari ve Müslim. Unda bo'lsa biz old bilan hadisninki tarjimasini qilamiz. Al-hadithul awwal. Birinchi hadis. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Xattab radhiyallahu anhu. Müminlarning amiri Abi Hafs Umar ibn Xattab radhiyallahu anhu din naql qilindi va yoki rivoyat qilindi. Qal u dedi: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den anladım. Yaqul u deydu: İnnemel a'malu bin niyet. Faqatla ameller niyet bilen, yani niyetke bağlıq. Ve innema likulli imri'in ma neva. Faqatla her bir kişi üçündür ma neva, niyet kılgan neresi. Yani her bir kişi üçün niyet kılgan neresi var. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kimi ki onun hicreti Allah ve onun elçisi üçün bolsa, onun hicreti Allah ve onun elçisi üçün boludu. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصْقِيبُهَا. Kimi ki bolsa onun hicreti dünya üçün bolsa, onun gayetidir. اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Ya ki bir ayol kişi üçün bolsa, onu alıdı. Fehicratuhu ila ma hacera ileyh. Onun hicret kılgan neresi boludu deydi. Ravahul İmamul Buxari. İmam Buxari ve Müslim rivayet kıldı deydi. Endi Emiril Mu'minin Ömer ibn Xattab radıyallahu anhuga tunji qitim kuyulgan tahallus, yani tunji qitim müminlerinki emir edip atılgan şahıs Abi Hafsa Ömer ibn Xattab radıyallahu anhu'ninki künyeti. Hafs degan yollas degan manda Ömer ibn Xattabning batırlıqqa asosan bu künyet qo'yilgan. Undan keyin innamal a'malu bin niyat. Faqatla amallar niyatga bog'liq deydi. Ya da ibodatlar niyatga bog'liq demasdan amallar deb keltirishi bütün amallarni o'z ichiga oldi. Ya'ni qalbiy amal olsun, şərəkət əməli olsun, ya ki söz olsun, həmməsini nəyə bağlı? Barlıq əməllər niyyətə bağlı. Onun deyinkin, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصْقِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Bu cümle qaydıqan bolsaq, kimi ki onun hicreti dünya üçün bolsa, onun qeyyetidir. Demək, qanda bir adam hicretini, yani nemeden, küfür diyarının, İslam diyarının küçeşini dünya üçün qılğan bolsa, onun qeyyetidir. Yani çuqum dünyaga yetidir deməkçe emas, demək onun savab verilmeydi deməkçe. Ayol kişi üçün hicret qılğan bolsa, onu alıdı demək.
cho'qim ayol kishi uchun qilsa ayolni cho'qim oladi deganlik emas. Demak, uning hijrati shu ayol kishi uchun bo'ladi. Alloh savob bermaydi demakchi. Fa hijratuhu ila ma hajri. Uning hijrati hijrat qilgan narsaga bo'ladi deydi. Endi niyat. Nima degan gap? Niyatning ko'pligi, ya'ni niyatning nimasi? Ko'pligi. Nima degan gap bu? Niyat qilish degan gap. Arab tilida qasd degan gap bor, maqsad qilish deb. Maqsad qilish bilan niyat qilishning farqi bormi desa, farqi bor. Niyat ish harakat bilan birikkan maqsadni ko'rsatadi. Ya'ni bir ishni qanday qildi, maqsad qildi, ham shu ishni qanday qildi. Bu niyat bo'ladi. Qasdchi ish harakat bilan birikmagan maqsad. Ish harakat bilan birikdi, ammo ish harakat kechikib kelgan bo'lsa, bu azm bo'ldi. Azm. Demak, niyya bu ish harakat bilan birikkan maqsad, qasd ish harakat bilan birikmagan maqsad, ish harakat kechikib kelgan maqsad buning bo'ldi, azm bo'ldi, iroda bo'ldi. Iroda qilish bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bu hadis niyat haqida so'zlaydi, ya'ni ixlos haqida so'zlaydi. Bu hadisni ko'pincha hadis kitoblarininki birinchi hadisiga tizildi. Chunki bu har bir musulmon bo'lib har bir o'quvchi uchun nihoyat muhim bir hadis. Chunki o'qishdan bo'lsin, qanday ishdan bo'lsin, maqsad nim bo'lsa, shu bo'ladi. Allohning rizoligi bo'lsa, uning Alloh mukofot beradi. Boshqa maqsad bo'lib qolsa, uning maqsadi shu bo'ladi, Alloh mukofot bermaydi. Bu ixlos va niyat haqida hadis bo'lg'achqa 5 da keltiradi. Kitoblar, hadis kitoblarininki. İkinci mazmuni hijratning fazilati. Bu hadisning ikkinchi mazmuni hijratning fazilati. Hijrat kufr diyoridan dinni saqlash uchun dinni saqlag'ili bo'lgan bir o'ringa ko'chishni nima deb ataymiz? Hijrat deb ataymiz. Cho'qim islom diyoriga ko'chish shart emas. Shu dinni saqlay olmaydigan bir o'rindan dinni saqlag'ili bo'lgan o'ringa ko'chish bu hijrat deb ataladi. Bu hijratga qiziqtirgan ikkinchi qilib bu hadisning mazmuni. Endi hadisning mazmuni qisqacha mushu. Endi biz ikkinchi maqsadimiz bo'lgan tarkib, ya'ni i'robga kiramiz. Bizning bu hadisdan i'rob qo'yadigan mazmunimiz innamal a'malu binniyat. Qarab baqadigan bo'lsak, innama, nima? Harf mushabbihatun bil fi'li. Shunday o harf tavkid, ya'ni ta'kidlash harfi. Macho, buni biz nima bo'lgan? Maul kafa deb bo'lgan. To'squchi ma. Nimadan to'sadi? Innini xususiyatidan to'sab qo'yadi. Asli inna bu harf tavkid, ya'ni harf mushabbihatun bil fi'li. İsimlik cümlenin beşiğe kirib, ismini, mubtadani özünün ismisi qilib zivar qiladi, xabarni özünün xabar qilib peş qiladi. Ma kirgandan keyin bu xususiyatni to'sab qo'yadi. Unda olgandan keyin innama bu ismlik cümle emas, fi'lik cümlege kiralaydi. Innama yaxshalloha min ibadihil ulama deganga o'xshagan. Shunga biz nima deymiz? Innamani kaf va makfufa deymiz. Kaf qaysi? Ma. Makfufacho inna, ya'ni to'squchi va to'salg'uchi. Ma kirishi bilan to'squchi bo'lgan ma kirishi bilan inna qanday qildi? To'slab ketdi. Nima uchun kelgan bu yerda? Bu hasr qilish uchun, ya'ni faqatla deb bir cheklash uchun qanday qilgan? Bir doiraga elish uchun kelgan. Ikkinchisi al-a'mal. Bu amalning ko'pligi, jumladagi o'rni mubtada. Peş okuldu. Şunda o peşkin alameti qani ahirda aşkara. Al-a'malu. Bin niyat ba harfi cer. Niyat mecrur. İsim mecrur. Bu peşk orunda haber. A'malın nimesi haberi. Likullim imma nevadiki likulli. Lam nimo harfi cer. Kullim mecrur. Zirginin alameti aşkara. Bu peşk orunda ilgiri kelgan xabar muqaddam likulli. Unda o'zi bilan keyin kelgan mubtadasi qayerda? Imri'in. Shundaqla kullinin bo'ldi, muzab bo'ldi. Imri'incho muzafun ilay. Zirlikning alomati qani? Oshkora oxirdagi zir. Likulli imri'in. Ma bu ism mavsul. Allazi manista. Har bir kishi uchun niyat qilgan narsa. Nima ekan? Ism mavsul. Bu mabni peşk o'rnida mubtada muakhar. Bu nima? Keyin kelgan mubtada. Buni xabarchi likulli. Nava fi'li madi bu mabni. Shunday mabni.
Nima mabni? Zibarga mabni. Taqdir qilinadigan zibarga mabni. Ana faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Endi bu jumla qaraydigan bo'lsak, kimiki uning hijrati Alloh va uning elchisi uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va uning elchisi uchundir. Qaraydigan bo'lsa, bu qanday jumla ekan? Shart jumlasi. Unda bo'lsa, buni tarkib qo'ymoq oson. Man adatu shart. Fa'cho bu istinafiyaning, ya'ni jumlada boshlash uchun ishlatiladigan fa. Man adatu shart yoki ismu shart, kanat fi'lu shart, fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi bu javobi shart. Fa'cho javobi shartga ergashib keladigan, javobi shart bilan birga keladigan fa. Bizning bu birinchi hadisda tarkib qo'yilgan o'rnimiz mushu bo'ladi. Sizlarga mashqlantirish uchun tuvandagi mazmunni berildi. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. Bunun sizlarga tarkib qo'yisizlar. Yuqoridagiga o'xshash. Bu sizlarga topshiriq. Unda bu saboqdoshlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.